Sonlarni formatlash mavzusiga keldik. Xo'p, men sizlarga xos qanaqa qilib sonlarni formatlashni o'rgataman. Birinchi bo'lib mana sales, ya'ni sotilgan mahsulotlarni narxlari deylik. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, sonlar joylashgan, lekin bu sonlarning oldida dollar ishorasini bo'lishni xohlayman. Uning uchun nima qilishim mumkin? Oddiy yo'li bilan masalan yoniga dollar ishorasini qo'yib har biriga shunaqa qilib chiqishim mumkin, lekin bu vaqtni olishi turgan gap. Shuning uchun men sizlarga osonroq usulini ko'rsataman. Ya'ni bizga kerak bo'lgan qismini olamiz. Mana G ni belgilab oldim. Hammasi bu yerda hozir mana shu salesga doir hamma sonlarni belgiladim. Keyingi qiladigan ishim mana homedan numberdagi mana dollar ishorasini tanlayman. Mana hammasida dollar hosil bo'ldi. Buni sizlar masalan hammasiga emas, masalan 5-6 tasiga qilmoqchisizlar deylik. Bu yerda masalan bossanglar bo'ladi bemalol. Endi hozir men sizlarga bularni mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda 30 dan keyin nuqtadan keyin ikkita son ketyapti, bir xillada umuman yo'q, bir xillada bitta. Shularni to'g'rilashimiz uchun mana bu yerda ikkita belgi mavjud, ya'ni bittasi 0 ko'paytiradi, bittasi 0 kamaytiradi. Bizga hozir kerak bo'ladigan narsa 0 ko'paytirgan yaxshi. Mana hammasi bir xil formatda bo'ldi. Endi yana boshqacha yo'li, masalan hammasini belgilagandan keyin bu yerda mana format cellga kirib, bu yerda mana general numberga kirib, buni masalan decimal place, ya'ni nuqtadan keyin qancha qolishini yozishimiz kerak. Masalan bitta bo'lishi mumkin, masalan 2 ta deylik. Mana 2 ta bo'ldi. Nuqtadan keyin 2 ta son ketyapti. Xo'p, number mana pastidagi bu belgini bosadigan bo'lsak, mana yana boyagi narsa kelib chiqdi. Oyna kelib chiqdi. Bu yerda biz mana numberga tegishli bo'lgan formatlar, ya'ni text, fraction, time, data, accounting, keyin bu yerda masalan alignment, font, ya'ni tekstimizga qanaqa font tanlaymiz, border, ya'ni masalan har bitta cellga qanaqa border hosil bo'lishi, qanaqa border kerak, shularni belgilasak bo'ladi, yoki bo'lmasam rang tanlasak bo'ladi. Xo'p, keyin protection.